Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugungi harbiy san'at tarixi fanining 3-mavzusi qadimiy sharqda harbiy san'at tarixi. Aynan bunda biz Oldi Osiyo davlatlari haqida, ya'ni ularning o'sha davrdagi harbiy san'at haqida to'xtalib o'tamiz. Misol tariqasida reja bo'yicha Mitanniya davlati harbiy san'ati, Suriya harbiy davlati hamda uchinchisi Xet harbiy san'ati haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, dastlabki rejamiz bo'yicha Mitanniya haqida to'xtalib o'tsak. Miloddan avvalgi 16-asr atrofida hozirgi Suriyaning shimoliy qismida Mitanniya davlati vujudga keladi. Shu bilan birgalikda aynan ularda Mitanniya davlati ko'plab o'sha savdo yo'llarini kesishgan hududda bo'lganligi uchun xalqaro savdoda faol qatnashgan. Va asta-sekinlik bilan demak qo'shinga o'sha ega bo'ldi Mitanniya hamda Mitanniya Asuriya demak bir qismini Kichik Osiyo, Suriya, Finikiya hamda Falastin hududlarini asta-sekinlik bilan demak yurishlar qilib bosib olishga muvaffaq bo'ldi. Aynan bu yerda xaritada Mitanniya mana yashil tasvir bilan ko'rsatilyapti. Keyinchalik o'sha tarafga yetgan davrdagi hamda misol tariqasida o'sha janubda Suriya bilan chegaradoshligi, undan keyin demak Xetlar bilan chegaradoshligi tasvirlanadi. Xo'p, Mitanniya Xetlar davlati va Misr bilan Oldi Osiyodagi hukmronlik qilish uchun uzoq urushlar olib bordi. Bu urushlar natijasida esa bu davlatning qudratli, demak asosi bo'lgan kuchli jangovar qo'shinga ega edi. Aynan shu orqali amalga oshirdi. Mana bu yerda ham aynan xaritada Mitanniyaning o'sha qizil rang bilan tasvirlanishi O'rta Yer dengizida aynan boshqa davlatlarga nisbatan hukmronligi ko'rsatiladi. Mitanniya armiyasi tasavvur demak 3 qismdan iborat bo'lgan. Bular qaysi qismlar edi? Piyoda qismlar, demak ko'ngilli qism. Ana shu bilan birgalikda har bir yengil hamda og'ir qurollangan piyoda askarlardan iborat bo'lgan. Ikkinchisi demak jangovar qobiliyatga hamda yuqori darajaga ega bo'lgan otlar, suvoriylar. Uchinchisi imtiyozli jang arabalari qismi hisoblanadi. Mana bu yerda esa aynan o'sha shumerliklarning jang arabalarining tasvirlari keltiriladi. Davom etadigan bo'lsak, bu yerda esa aynan o'sha muntazam qo'shinga, ya'ni piyoda qo'shinlar, otli qo'shinlar hamda jang arabalari tasvirlari misol tariqasida keltirilgan. Bunda esa demak aynan miloddan avvalgi 3-mingyillikda Mesopotamiyada shahar davlatlarining yuzaga kelishi natijasida oqsuyaklar, zodagonlar demak 2 g'ildirakli, keyinchalik esa 4 g'ildirakli jang arabalarida jangga kirganligi tasvirlanadi. Shu bilan birgalikda Shumer falangasining 3 askarining demak ko'rinishi, misol tariqasida 3-askarning o'sha nayzasi 1-askarni bemalol himoya qilish darajasigacha bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyingi rejamizda qadimgi Assuriya davlatining harbiy san'ati haqida to'xtalsak. Demak, miloddan avvalgi 19-asrda Dajla daryosining yuqori oqimida markazi Ashur shahri bo'lgan Assuriya davlati vujudga keladi. Bu davlat miloddan avvalgi demak 19-asrdan 605-yilgacha bo'lgan davrda o'z hukmronlik qilgan. Shu bilan birgalikda aynan o'sha Oldi Osiyoda boshqa davlatlar singari o'zining o'sha harbiy salohiyatga ega bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi mana bu yerda esa aynan o'sha Assuriya davlati 19-asrda Dajla daryosining yuqori oqimida markaz Ashur bo'lgan Assuriya davlati tasvirlanadi. Aynan Dajla daryosi hamda yonida mavjud bo'lgan shahar mudofaa devorlari yoki mudofaa inshootlarini tasvirlashga harakat qildik. Assuriya armiyasi demak Oldi Osiyoda birinchilardan bo'lib miloddan avvalgi 4-asrlarda otliq qismlar hamda demak alohida muhandis qismlarini tashkil etdi va otlar dastavval egarlanmagan otda jangga kirishgan, keyinchalik esa uzangisiz baland egarlarning o'sha paydo bo'lishi, o'sha jangda askarlarning bemalol boshqa piyoda qo'shinlar ustidan hal qiluvchi vazifani o'taganini ko'rishimiz mumkin. Assuriya armiyasining tuzilmasiga to'xtaladigan bo'lsak, Assuriya armiyasining tuzilmasi asosiy tashkiliy birlik Keser deb nomlangan, bizdagi endi otryad degan tushuncha bilan demak sinonim hisoblanadi. Bunda demak 500-200 askardan iborat bo'lgan Keser demak 50lik, shu bilan birgalikda 10lik bo'linmalardan iborat bo'lgan. Bir Keser Emukan ya'ni kuchni tashkil qilgan. Har 200 piyoda askarga o'rtacha demak
otliq, shu bilan birga bitta jang aravasi to'g'ri kelgan, bir yaxshi qurollangan demak piyoda qo'shinlar esa aynan demak o'sha davrdagi mavjud bo'lgan kamonchilar bilan ham yordamchi sifatida qurollangan ekan. Bu yerda esa demak Assuriya armiyasining tasviri keltiriladi, otliq qo'shinlar. Bu bilan birga shu yerda e'tibor bersak, o'sha qalqonlarning boshqa hududlardagiga nisbatan ko'rinishi, shakli o'zgarganligi, ya'ni himoya qilinishiga qulayroq bo'lishi uchun. Tasavvur demak o'sha yog'ochlardan bo'lsa, keyinchalik esa maxsus o'sha metallardan yengilroq tarzda foydalanishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Dastavval demak misol tariqasida olishimiz mumkin. Agarda boshliq o'sha jang paytida o'z mavqeini yo'qotadigan bo'lsa yoki vafot etadigan bo'lsa, uning o'rniga boshqa kishi tezlik bilan demak o'sha qo'shinni boshqargan va vaqt o'tishi bilan asta-sekin harbiy harakatlar o'sha boylik orttirish, mulkni qo'lga kiritish uchun yo'nalganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda keyinchalik o'sha harbiy boshqaruv tizimiga ega bo'lgan harbiy demokratiyaning yuzaga kelishiga asosiy sabablardan biri bo'lganligini to'xtalib o'tishimiz mumkin. Piyoda armiyalar dastavval demak aholining turli qatlamlarida yig'iladigan qo'shindan iborat bo'lgan, buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni kim agar o'sha qo'shinga xizmat qilmoqchi bo'lsa, ko'ngilli tarzda borib xizmat qilishi mumkin bo'lgan. Bizda demak tarixda ma'lumki, milod avvalgi demak 5-asrdan boshlab aynan qadimgi Yunonistonda dastlabki o'sha harbiy xizmatga, umuman davlatda ishlayotgan shaxslarga oylik maosh to'langanligi haqida ma'lumotlarga egamiz. Endi aynan ko'ngilli qo'shinlar aynan qanday qurollar bilan qurollangan edi? Dastavval demak oddiy tayoq, bolta, pichoqlar bilan qurollangan bo'lsa, piyoda qo'shinlar keyinchalik esa o'q yoy, kalta, uzun nayzalar paydo bo'ldi. Janglarda esa tartibsiz harakat qilardi ular. Chunki hali muntazam qo'shinlarning yuzaga kelishi ma'lum bir hududlarda amalga oshirildi, keyinchalik esa boshqa davlatlarda ham muntazam qo'shinlar yuzaga kelib, tartibli harakat qila boshladi. Xo'p, tarixdan bizga ma'lumki, aynan yollanma qo'shinlarning paydo bo'lishi Misr bilan bog'liq. Shu bilan birgalikda o'sha yollanma qo'shinlar qaysi hududlardan kelar edi? G'arbiy qismida misol tariqasida Liviya, janubiy qo'shinchi bo'lgan Efiopiyaliklar aynan Misrda yollanma qo'shin sifatida armiyada, ya'ni qo'shinda xizmat qilar edi. Xo'p, otliq qo'shinlarning yuzaga kelishi haqida to'xtalib o'tsak. Otliq qo'shinlarning demak yuzaga kelishi otlarning biologik tur sifatida genezisi 56 million yil davom etganligini taxmin qilinadi. Hozirgi demak adabiyotlarda. Shu bilan birgalikda 2000 million yil oldin hozirgi otlarning tezyurar, ya'ni o'txo'r turlari Sibir, O'rta Osiyo hududlarida paydo bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Bu yerda esa demak Misr armiyasi, ya'ni otliq qo'shinlarning dastlabki paydo bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan demak otning xonakilashtirilishi qaysi davr bilan bog'liq? Demak tarixiy davr nuqtai nazaridan qarasak, otlarni olimlarimiz bronza davridan boshlab xonakilashtirilgan degan ma'lumotlar keltirib o'tadi. Shu bilan birgalikda otlar demak Janubiy va Sharqiy Sibir, ehtimol O'rta Osiyodan o'sha G'arbiy Osiyoga, keyinchalik esa milod avvalgi 18-asrda Afrikaga borib tarqalganligi haqida ma'lumotlarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Otliq qo'shinlarning bu yerda dastlabki ko'rinishlari, keyinchalik esa o'sha zamonaviy askarlar hamda shu otlarning maxsus himoya va yopinchiqlari bilan himoyalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Va milod avvalgi 2-mingillikdan boshlab otlardan demak yuk tashish, transport vositasi sifatida foydalanilgan. Keyinchalik esa asta-sekinlik bilan o'sha ko'chmanchi qabilalar tomonidan ilk bora o'sha harbiy maqsadlarda foydalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Miloddan avvalgi o'sha 2-mingillikning birinchi yarmidan boshlab Oldi Osiyodagi barcha o'sha qudratli davlatlar jang aravalariga demak otlarni qo'shdilar. Ya'ni jang aravalari paydo bo'la boshladi. Ot qo'shilgan jang aravalari. Misol tariqasida olishimiz mumkin. Oldi Osiyoda ilk bor otliq qismlar demak Mitaniyada yuzaga kelgan bo'lsa, milod avvalgi 9-asrda Assuriyada ham paydo bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyingi rejamiz bo'yicha demak qadimgi Het harbiy san'ati haqida to'xtalib o'tsak. Hetlar demak
miloddan avvalgi 18-asrning birinchi yarmida hozirgi Turkiya hududida Kichik Osiyoda yashagan xetlar qabilalari yuzaga kela boshladi. Ya'ni qabilalar yuzaga kelish natijasida Nesa, Burusxan, Kussar hamda Hattusi kabi shahar davlatlar shakllandi. Shu bilan birgalikda Anita Nesa shahrini markaz qildi va Qora dengizdan Kichik Osiyodagi Tuz ko'ligacha bo'lgan hududlarni egallab, markazlashgan davlat barpo etganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Hamda aynan shu markazlashgan davlatning tugallanishi esa Labarna demak nomi bilan bog'liq. Aynan miloddan avvalgi demak 1675-1650-yillarda qurollangan istilochilik yurishlarni amalga oshirgan. E'tibor beradigan bo'lsak, aynan 3 ta reja bo'yicha ko'rib chiqqanimizda, demak qadimgi Mitanni, Assuriya hamda Xetlarda dastlab paydo bo'lgan piyoda qo'shinlar 3 ta hududda ham demak mavjud bo'lgan. Otli qo'shinlarning yuzaga kelishi ham ma'lum bir davr nuqtai nazaridan ketma-ketlikda yuzaga kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Keyinchalik esa o'sha miloddan avvalgi 18-asrda o'sha Geksoslarning Misrga hujum qilishi natijasida jangovar arablardan foydalangan bo'lsa, dastlab 3 ta, keyinchalik 4 ta, keyinchalik esa o'sha jang arabalaridagi ya'ni g'ildiraklar sonining 2 tadan 4 taga o'tganligi va bu jang taqdirini hal qilishda eng asosiy vazifani o'taganligi bilan xulosalashimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.